Sergeli 3-metro bekatining yoni Golden Life'da shuni orqasida kadastri chiqqan Novostroykamizning 2-etajdan 81 kvadratlik kvartirani 68.900 dollarga obzor qilib beramiz. Korobka holatida, ya'ni pergorodkalar tortilgan, qora suv oqadigan holatida kadastrlar chiqib turibdi. Liftdan chiqqanimizda mana 2-etaj, mana zinadan ham chiqaverasiz, liftdan ham chiqaverasiz. Liftdan to'g'ri kirganimizda kvartira. Ichkariga kirganimizda o'ng qo'lda mana shkaflar uchun joylar tashlab ketilgan, ozroq maydaroq bo'lsa ham. Kirganimizda o'ng qo'lda sanuzellari alohida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sanuzellari alohida bo'ladi. Kirganimizda shunaqa chapda kattakon hol, bemalol katta bitta gulxoy xona qilsalaringiz ham bo'ladi, shunda to'rt xona bo'ladi. Agar ikkita gulxoy xona qilsalaringiz, o'g'il bolalarga alohida, qiz bolalarga alohida yotadigan xona qilsangiz mabodo 5 xonali kvartira bo'ladi. Kvadrati 80-99, ya'ni grubo 81 kvadrat. Kadastrlar chiqib turibdi. 9 etajga g'ishli Novostroykaning 2-etajida. Kirganimizda holdan keyin mana kirganimizda bu yoq zal deb nomlanib turibdi. Elektrika ishlari qilingan, kabellar sal maydaroq tashlab ketilgan ekan, uni qayta qilishni maslahat beraman endi o'zim shaxsan. Kelganimizda bu yoqda ikkinchi xona. Bu yoqda uchinchi xonasi, ikkita romi bor, burchakda joylashgan. Tashqi tomoni mana ko'rishlaringiz mumkin, g'ishli dom. Bu yoqda oshxonasi. Oshxonasi endi 80 kvadratli uchun sal torroq, endi ishni sursangiz bo'ladi, ko'chirsangiz, gazlashtirilgan, gazlar kelib turibdi. Qo'shnilar tepada yashab yotishibdi. Mana endi Qirg'oq akamiz bor, 10 mingga shuna kirib yashaydigan xizmat haqi ichida qilib beraman deyishdi. Mana endi ko'p ishlar bo'lganligi uchun. Ukamiz bir ikki xil uch xil variantni berishdi. Endi mabodo oshxonani bu yoqqa ko'chirib, gulxoy qilgan holatda oshxonani o'zini ham turgan holatga bitta xona qilib qo'ysalaringiz bo'ladi dedi. Endi 1, 2, 3, 4, 5 ta jami romi bo'layapti. Bu har xil planirovka chiqarsalaringiz bo'ladi. Usta kamida ham 1 oyga remont qiladi. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar, hujjatlar hammasi joyida. 80-99 kvadrat, ya'ni 81 kvadrat. 9 etajli Novostroykaning 2-etajida g'ishli domimiz. Faqat naqdga sotilinadi. 68.900 dollar, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Grubo 851 dollardan aylanyapti kvadratiga. Bunaqa Novostroykalarni 12-13 milliondan shahar markazidan to'lab qo'yasizda, kamida 2 yil bo'lmasa 3 yilgacha kutasizlar. Bu kadastr chiqib turgan, pul yetish uchun berib yorilayotgan joyi. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shaharda Sergelining o'zida ham Novostroykalarga to'liq qilsangiz 12-13 milliondan kvadrati bo'ladi va 2-etaj bo'lsa ancha qimmatroq ham bo'ladi. 2 yil, 2,5 yil, 3 yilgacha kutasiz. Buning esa kadastri chiqib turibdi, xonalarga bo'lingan, qora suv holatida. Qirg'oq akamiz bor, 10 ming dollarga mana shu yerda kirib yashaydigan holatda qilib beraman, materiallari, ustaxlari ichida deyishdi. Bularning ham nomerini beramiz. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli 3-metro bekati Golden Life'da shuni orqasida, Meros to'yxonaga yonida. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda joylashgan, Novostroyka. Mana tepada ikkita maktab bor. Prezident kirib ketgan shahar bolalar kutubxonasi ham mana shu yerda. Bu tarafimiz mana mashina bozor. Sal yurganda bu tarafdan Sergeli dehqon bozori. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda mana.